bundan ham munosiblar bor edi. Nega bunchalik yosh, hali kuchsiz qizchaga berildi degan savolni berganlar. Men mukofotni olishimga ishonmaganman. She'rlarimni bir ko'rikdan o'tkazgandan keyin biror nashrga loyiq ko'rishi men uchun alohida daraja. Haligacha hazillashib aytamanki, mukofotni menga otam olib bergan. Muhammad Ali, Sirojiddin Sayyid, Abdulla Oripov, orada 30 yoshli qizlar bor, 28 yoshli qizlar bor. Men 14 yoshdaman. Shunday holatlar bo'lganki, aynan mukofot sohibasi bo'lganligimiz uchun bahoni pasaytirishgan holatlar bo'lgan. Atigi 14 yoshda edim. Har bitta ijodkor qizda individuallik bo'lishi kerak. Va dugonalarimga shunaqa deganmanki, agar mukofotni oladigan bo'lsam, men katta bazm qilib beraman deganman, chunki xayolimda yosh bo'lganmiz, men baribir olmayman, bazm qilish shart emas degan bir shum o'y bo'lganda, qaysidir ma'noda kulgili bo'lsa ham. Adabiyotga qiziqishimning sabablarini bolaligimdan juda ham ko'p topishim mumkin. Otajonim, o'ylaymanki, dastlabki sabablardan biri shu. Otajonim Sa'diy Sheroziyning Bo'ston va Guliston kitobini yoddan bilar edilar. Kitobdagi she'rlarni tinimsiz aytib yurar edilar. O'ylaymanki, mening she'rlarimga ham o'sha ilk falsafiy tamaltoshlar o'sha Bo'stondagi she'rlardan balkim ko'chgandir. Juda yoshlikdan she'rlarni mashq qilishni boshladim. She'rlarimni go'yoki bir kutilmagan yangilikdek kutib oladigan inson bu otajonim edi. Har doim yangisidan bormi der edilar. Yangisidan bormi qizim? Qanday she'r yozding der edilar. Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga 2010-yilda sazovor bo'lganman. Mukofotni olish jarayoni qanday bo'ldiki, bunda mukofotga dastlab yana otajonim hujjat yig'ishni boshladilar. Menga ishonib, sen olasan mukofotni, she'rlaring juda ravon deb she'rlarimdan, shoirlardan taqriz oldilar. Ular fikr bildirib, she'rlarda o'sha turoqlar joyida ekanligini, his juda yetarli ekanligini tahlil qilgandan keyin, qizim, Zulfiya mukofotiga topshirasan dedilar. Atigi 14 yoshda edim. Menda tan olaman, Zulfiya mukofotini olishga ishonch bo'lgan deb ayta olmayman. Ya'ni juda ko'pchilik aytadiki, men ishongan edim, olaman. Menda unday bo'lmagan. Men mukofotni olishimga ishonmaganman. Ya'ni xayolimda faqat bir narsa bor edi, o'sha real qarash kerak vaziyatga. Men bu yil ola olmayman, lekin bu yil menga maktab bo'ladi va balkim bir necha yildan keyin olarman degan qarash bor edi. Chunki birinchi yil topshiryapman. Zulfiya mukofoti 14 yoshdan beriladi va men 14 yoshdaman. Keyinchalik men ayta olamanki, bu borada o'sha mehnat otamdan boshlangan bo'lsa, juda ko'pchilik bilan davom etdi. Men tan olib aytaman, qaysidir ma'noda hujjatlar juda murakkab edi. Nimadirlarni anglamasdan jarayonda qatnashdim. Lekin shu paytda Nurota tuman hokimiyatida Gulruh opamiz, Obida opa kabi opalarimiz hujjatlarimni kechalari yig'ishdi. Hozirgacha yodimdan chiqmaydi, chunki biz tan olishimiz kerak, Zulfiya mukofotini hujjati soddagina bir fayl emas. Uni siz tartib bilan yetarli darajada hujjatni yig'ishingiz kerak va serqirra bo'lish, ijtimoiy faol bo'lish tanlovi qo'yiladi. Bu jihatlar menda bor edi. O'sha paytda kashta tikardim hunarmandchilikdan, sportning karate turi bilan shug'ullanardim, rasm chizardim, she'r yozish bilan bir qatorda bu sohalar bor edi, lekin ichimda rag'bat yo'q ediki, men Zulfiya mukofotini olaman degan. Lekin bu narsani uyg'otishdi. Aytganimdek, hokimiyatdagilar, Xotin-qizlar qo'mitasidagilar va doimiy qo'limdan yetaklab otajonim yurdilar. Mukofot olinish o'sha to'g'risida buyruq chiqqandan keyin, aniq bo'lgandan keyin u jarayonlarda yuribmiz, o'sha tayyorgarlik ketyapti, sahnaga chiqishga tayyorgarlik ketyapti, kiyimlar tayyorlanyapti. O'sha paytda anglamaganmanki, meni davlatimiz shu darajada ulug'lab qo'yganligini. Hali bir darajada qanaqadir falsafiy she'rlar juda ko'p yozardim, chunki o'sha Sadiydan, Bo'stondan olgan falsafalarimni chiqarmoqchi bo'lardim o'z so'zlarim bilan. Va shu paytda sezdimki, keyinchalik uchrashuvlarda, keyinchalik xalqimizning e'zozida bo'lishimdan bildimki, men o'sha paytda qanday darajaga menga berilganligini, qanday daraja menga ravo ko'rilganligini men anglamaganman. Keling, shu joyda gapingizni bo'lay. Siz demak birinchi yilda olgansiz. O'sha olganingizda bahorning ilk kunlari sizga qo'ng'iroq bo'lgan, adashmasam, to'g'rimi? O'sha paytda nimalarni his qilgansiz? Endi bola bo'lgansiz-da u paytda. 14 yosh bo'lganman, ya'ni 8-sinfda, hali Toshkentda maktabda edim, o'qiyotgan edim. Shunday vaziyatlar bo'lganki, o'rtoqlarimga
menda ishonch bo'lmaganda Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga men hali sazovor bo'lmayman, 1-2 yildan keyin o'zimga shu so'zni aytib qo'ygandim. Lekin menga otam ishondilar. Shuning uchun men haligacha hazillashib aytamanki, mukofotni menga otam olib bergan. Sababi men o'zimga ishonch bilan olmaganman mukofotni. Otam menga ishondilar, atrofdagilar ishonishdi. Juda ko'p ustoz shoirlar ishonishdi, taqriz yozganlar ishonishdi menga. O'sha paytda Toshkentda Nafis san'at litseyida bo'lganman, maktabda. Va dugonalarimga shunaqa deganmanki, agar mukofotni oladigan bo'lsam, men katta bazm qilib beraman deganman, chunki xayolimda yosh bo'lganmiz, men baribir olmayman, bazm qilish shart emas degan bir shum o'y bo'lganda, qaysidir ma'noda kulgili bo'lsa ham. Lekin qarangki, mukofotni olibman. Menga otajonim u paytda telefon ishlatmasdik, chunki maktab internatning o'zini qoidalari bor edi. Qo'limda telefon bo'lmasdi, ustozim orqali aytganlar. Shu mukofotni olibdi deganlarida juda xursand bo'lganman. O'zi tabiatan unaqa emotsiyamni yorqin ko'rsatadigan odatim bo'lmagan. Bu keyinchalik qanaqadir chiqqan bo'lmasa, bolaligimda ozgina iymanadigan odatlarim bor edi. O'sha paytda bir maromda turganmanki, emotsiyam faqat ichimdan o'tgan, bu qanday yuz berdi? Demak, shunga yarasha o'sha paytda ham demak men zo'r ekanman degan o'y o'tmagan eng qizig'i. Demak, hujjatlarimni yaxshi tayyorlashgan, demak, yaxshi mehnat qilishgan, shu mukofotni olganman degan o'y o'tgan. Lekin hozirlar tahlil qilaman, mukofotni olish jarayonida chindan juda ham ko'p biz o'sha elakdan o'tganmiz. Viloyat bosqichida testga tayyorgarlik ko'rilgan, bizga o'sha paytning o'zida she'r yozdirib ko'rishgan, qanchalik o'sha badiiy qofiyalarni topish qobiliyati qanday deb. Va Toshkentdagi bosqich 2 bosqichda bo'lgan, ya'ni asosiy bosqich va saralash. O'sha bir bosqich o'tgandan keyin bizga Iqbol Mirzo savol-javob qildilar. She'r yozdilar shunda. Joyimga o'tirmasdan she'r yozib berganman. Endi u qanaqadir qofiya o'yini bo'lgandir balkim, lekin ularga yoqdi shu to'rtlik. Keyinchalik o'sha paytda tashqariga chiqdimda eshikdan. Qizlarga e'tibor berdim. Orada 30 yoshli qizlar bor, 28 yoshli qizlar bor. Men 14 yoshdaman. Ularning ichida mening nazarimda men hali tushunib yetmaydigan misralarni yozadiganlar bor. Mening nazdimda o'ta mukammal yozadiganlar bor. Ya'ni men xayolimda faqat bir narsadan quvonganmanki, men shu davradaman. Men shu insonlarning davrasidaman, demak hammasi joyida. Va keyinchalik keyingi bosqich e'lon qilindi, yana bir marta saralash bo'ldi. Bunda bordek savol-javob bo'ldi. Keyinchalik mana mukofotga meni loyiq ko'rishdi. Mana shunday kuchlilar orasidan loyiq ko'rishdi. Lekin bilasizmi, eng qizig'i men mukofotni olgandan keyingi uchrashuvlarda boshlandi. Suyunchi berishyapti, bilamiz, turli tashkilotlar suyunchi olib kelishadi, tabriklashadi, taklif qilishadi. Shunday tadbirlarning birida aytishganki, ya'ni joylaridan turib bir qizimiz aytganki, mendan ancha yoshlari katta. Bundan ham munosiblar bor edi degan gapni aytganlar. Bundan ham munosiblar bor edi. Nega bunchalik yosh, hali kuchsiz qizchaga berildi degan savolni berganlar. Shunda turib o'sha orada o'zimizning Navoiy yozuvchilar uyushmasidan ijodkorlar izohlashgan, nima uchun berildi, Zulfiyani talablari qanday, serqirra bo'lish, ijtimoiy faollik haqida izohlar berildi. Lekin bilasizmi, yana o'shanda shunday vaziyat bo'lganki, bu narsa davom etgan. Keyinchalik men o'zim qanaqadir ko'nglimga tugib qo'yganligim uchun mukofot imtiyozidan foydalanib, Milliy universitetning xorijiy filologiya fakultetiga topshirdim. Ya'ni doimiy xayolimda faqat shu kafedra, shu fakultet bo'lgan. Keldim, mukofot o'sha imtiyozi bilan kirayotganimda yana bir menga bir qanaqadir zarbaday bo'ldiki, turtkiday bo'ldiki, suhbat jarayonida menga aytishdi, siz mukofotni oldim deb qanaqadir kibrlanib ketmang. Bu yerda sizdan kuchlilar bor. Qani biz suhbat qilaylikchi, ingliz tili darajangiz qanday degan savollar bo'ldi. Lekin o'shanda shunday bir atmosfera sezdimki, hozirdan menga qandaydir tanqid nazari bilan qarashyapti va bu jarayon, men tan olaman, 4 yil davom etdi. Universitetda o'qish davomida. Universitet meni juda ko'p qo'llab-quvvatlagan. O'sha Jaloliddin Yusupov ustozimiz bor edi. Doimiy yoshlar bilan bizni Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibalarini yig'ib yurdilar. Doimiy tadbirlarda ishtirok etdik va targ'ibotlarda qatnashdik. Lekin har doim ustozlardan sezib turardimki, bu Zulfiya mukofoti sohibasi, bunda kibr bor degan bir ozgina bo'lsa ham sindirishga o'xshagan harakat bo'lardi. Shunday holatlar bo'lganki, aynan mukofot sohibasi bo'lganligimiz uchun bahoni pasaytirishgan holatlar bo'lgan, yuzimizga ochiq aytilgan holatlar bo'lgan. Mana shunday vaziyatlarda ko'nglimga bir narsa keldiki,
demak men juda ham o'sha bir loyiq ko'rilgan ekanmanki, xalqimiz bu mukofotni bir boshqacha yuksakka ko'tarar ekan, qanaqadir tanqid vaziyatida bo'lsa ham. Mukofot sohibalari mukammal bo'lishini kutishar ekan. Mukofot sohibalari bir juda ham kutilmagan iste'dodga ega bo'lishini kutishar ekan. Men bundan xursand bo'ldim. Nimaga? Chunki aynan bu talab bizni ustimizda ishlashga o'z-o'zidan majbur qiladi. Lekin mana bizni mukofotga tayyorgarlik ko'rayotganlar eshitishyapti. Nima aytishim mumkinki, hech qachon bir qolipdagi inson bo'lishni bir kutish noto'g'ri. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibalaridan bu narsa kutilmaydi. Targ'ibotchilar ham va o'sha tepada tashkilotchilar ham buni kutishmaydi, chunki ijodkor serqirra bo'ladi, ijodkorning o'zgacha tabiati bo'ladi. Bizning ham o'zimizga xos bir xarakterimiz bor, o'zimizga xos dunyoyimiz bor. Lekin tan olamanki, ijodkor o'sha Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibalaridan tinimsiz harakat qilish kutiladi va bu to'g'ri. Keyinchalik men universitetni tamomlagandan keyin oliy adabiyot kursi ochildi. Nodir Jonzoq ustozimiz o'zlari bir tashabbus bilan bu nimada qatnashdilar imtihonlarda va mana shu oliy adabiyot kursiga birinchi o'rinli grant bilan imtihon asosida qabul qilindim. Bu menga, bilasizmi, o'sha paytda o'zimni isbotlashga o'xshab tuyuldi. Sababi men imtiyoz bilan bakalavr bosqichiga qabul qilindim va imtihon bilan magistraturaga birinchi o'rin grantda qabul qilindim. Bu narsa o'zimni isbotlashdek ozgina taskin berdi. Demak, men harakat qilsam, o'zimning ham kuchim yetar ekan, imkon bor ekan, nafaqat mukofot bilan degan bir his taskin berdi. Keyinchalik oliy adabiyot kursida juda ham ko'p iste'dodli shoirlar bilan tahsil oldik va bu kursni yakunlaganimdan keyin doktoranturada o'zimni tahsilimni davom ettirishga qaror qildim va qiyosiy adabiyotshunoslik sohasiga imtihon topshirdim va bu sohada ham birinchi o'rin bilan o'qishga qabul qilindim. Hozirda himoya arafasidamiz, ya'ni she'riy tarjimalar ustida tadqiqot olib boryapman. Doimiy o'sha adabiy davralarda ishtirok etishga, hozirda yozayotganlarni, yangi kirib kelayotganlarni eshitishga harakat qilyapman. Meni shu narsa quvontiradiki, hozirda Zulfiya mukofotini aynan adabiyot yo'nalishida sazovor bo'lgan qizlarimizga uyushma darajasida e'tibor berilyapti, ular yig'ilyapti. Chunki yozuvchilar uyushmasida bilamiz, sayoz ishlar ko'rilmaydi. Bu yerda katta-katta ustozlarimiz bor, bu yerda juda ham katta ijodkorlar bor. Aynan o'sha uyushmaning tashabbusi bilan chiqarilgan mushoira etadi davom, bu yerda shoirlarning o'sha bayozi yig'ildi. Aynan Zulfiya nomidagi davlat mukofotining sohibasi bo'lgan qizlarimizning va shu kitobda mening ham she'rlarim joy olganidan eshitib to'g'risi juda xursand bo'ldim. Chunki bu aytganimday menga uyushmaning qaysidir ma'noda she'rlarimni bir ko'rikdan o'tkazgandan keyin biror nashrga loyiq ko'rishi men uchun alohida daraja. Chunki bu yerdagi ustozlarimizga bizni hurmatimiz har doim cheksiz. Rahmat. Qarang, o'sha mukofotni olganimdan keyin menga boshqacha qarashlar, o'sha negativlar bo'ldi deyapsiz-da. O'sha mukofot insonga baribir mas'uliyat yuklaydi-da. O'sha nimalarni o'zgartirishingizga to'g'ri keldi mukofotni olganingizdan keyin? O'sha boshqa qizlarga nisbatan bir pog'ona balandda turishim kerak, yuqorida turishim kerak, o'rnak bo'la olishim kerak degan narsalarni his qildingiz shunda, to'g'rimi? Albatta, shu mukofotni olganimizdan keyin bizga qanaqadir bir qo'shimcha mas'uliyat yuklanganday bo'ladi. Atrofdagilar sizga namuna sifatida qaray boshlaydi. Men har doimgi beriladigan javobdan sal boshqacharoq xulosani aytmoqchiman. Chunki mukofotni olganimda shunday his bo'lgan, ya'ni Zulfiya mukofoti sohibalari har doim sochlarini Zulfiya opamizday yig'gan, bir atlaslarda, adreslarda doimiy odobli qizlar hammani ko'z oldida gavdalanadi va biz mana shu ko'rinishni o'zimga qaytadan joylashga har doim harakat qildim. Lekin bilasizmi, men o'sha magistraturada, doktoranturada o'qish bosqichida shuni tushundimki, har bitta ijodkor qizda individuallik bo'lishi kerak. Ya'ni siz albatta bu odob qoidalari bo'lishi doim kerak. Biz odob sifatida, ijodkor sifatida o'rnak bo'lamiz. Lekin bizning ijoddagi o'zimizning yo'limiz, hayotdagi o'zimizning tutishimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi o'zimizning bir tanlagan kontentlarimiz, yo'nalishlarimiz mening nazarimda o'ziga xos bo'lishga haqli deb o'ylayman. Juda ham ko'p tanqidga uchraydigan qizlarni agar u tarbiyaviy jihatdan chetda bo'lmasa, men biroz
yoqlab qo'ymoqchimanki, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibalarini turli xil individuallikka ega bo'lishga nazarimda haqqi bor. Ulardan bir xil qolipdagi xususiyatni kutishimiz noto'g'ri deb o'ylayman va o'zimni bir qadar erkin his qilishga harakat qila boshladim. Ya'ni Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibalari bu bir xil holatdagi, faqat bir xil yo'nalishda she'r yozadigan yoki bir xil qolipdagi insonlar emas. Ular juda ham erkin insonlar, serqirra insonlar degan bir xulosaga keldim va hozir biz Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibalari bilan juda ham ko'p yig'ilishlar bo'ladi, uchrashuvlar bo'ladi. Bilasizmi, unda ularga e'tibor beraman. Ularning har birida o'ziga yarasha dunyo bor. Ular bekorga tanlanmagan. Ular barchasi bir-biriga o'xshash bo'lgani uchun tanlanmagan. Ular barchasi o'ziga xos bo'lgani uchun tanlangan. Shuning uchun nazarimda bu mukofotga hujjat topshirayotgan qizlarimizga ham aytgan bo'lardim. O'zingizning yo'nalishingizga ega bo'ling. O'zingizga ega bo'ling va shu bilan sizni o'sha mukofot qaysi tomonlardan loyiq ekanligingizni ko'rsatib beradi. Bu ko'ngilni nedan olib, ne bichimda bichmishdir. O'rtariga o'tin bo'lib kechmasidan kechmishdir. Xotirangdan xat axtarar, iz qidirar yurakdan, shafqati yo'q jismi jonga unga yakka yurakdan. Ko'nmas ko'ngil, ko'zlaringni yumu menga boq deydi, mendan o'zga ne qonun bor, yulib o'tda yoq deydi. Bir besabab, bir bedavo dardi uning chunon ko'p, berkin deyman qovurg'amga, yaxshi ham bor, yomon ko'p. Noziksan-ey, bu holingda qanday qizg'onmay seni, qayda kiymang, kim cho'ktirmas, kimga ishonay seni.